Assalomu alaykum avtorial kuzatuvchilarimiz, qadrli yurtdoshlar. Xudo xolasa avtorial Bizon 1da bugun YouTube kanalimizga video otiramiz. Qo'ldan kelgancha bir layklarni bosib, kommentariyada o'z fikrlaringizni bildirib borasizlar. Xudo xolasa endi YouTube kanalimizdan yuritib otiramiz. Zo'r parcha narxlarda Instagramda shu kungacha yaxshi, aktiv hammasi, reklamamiz ham hamma narsa Xudoga shukr normalniy. Endi Xudo xolasa YouTube qo'ygan mashinalarimizda haqiqiy parcha narxda mumkin emas baholarda mashinlarimizni qo'yib boramiz. Bilsangizlar, Amuderiya tumani O'zbekiston bo'yicha eng arzon, Qoraqalpog'iston Respublikasi Amuderiya tumanida mashina eng arzon yer deb bilaman men o'zim, ko'pchilik biladi buni. Ko'pchilik yerlardan, viloyatlardan, vodiylardan, vohalardan mashinalarda ko'pchilik aytadi bizga Amuderiyadan. Xudo xolasa 2016-yilda ishlab chiqarilgan Largusdan boshlaymiz mashinamizni. Narxi 49 million so'm. 690 ming kilometr yurgan, kraskalari 40% bor, strashniy udar yo'q, Renault motor toza qo'yilgan, 1000 kilometr yurgan, dokumentlari soz qilingan, korobka zo'r, akkumulyatorlari ham narsa soz. Mashinamizning bir kamisi balonlarida, o'zim mashinada bir qator sizlarga qisqacha ko'rsatib beraman. Renault motor Largus Cross 49 million so'mga yomon emas. Bir Damas'ning pulini Largus mashin. Mana realniy mashinamiz turibdi. Yana shu qapsining sho'rinda kraskasi va Arianda bir qapsida kraska bor, shunday bir kraskadan qo'shmagan, yaxshilab ishlatib berish kerak. Keyin kamchiliklarni, plyus-minuslarni aytib o'tib ketamiz. 7 mestali mashina gap yo'q, chotki, bir tanirov ko'rish kerak. Bahasi chotki, baho mashinaning o'zidan Brexit rasxod qilsangiz zo'r bo'ladi. Keyin bamper qo'yish kerak. Holati yomon emas, Rossiya qatnagan, lekin mashina yomon emas. 49 million so'mga yomon baho emas deb o'ylayman. Xudo xolasa endi iloji boricha qisqa aytaman. Iloji boricha hamma mashinalarni tushuntirib ketaman. Mashinalarimiz endi Cobaltlardan boshqa bo'lsak, bu yoqda Cobaltlarimiz bor. Zo'r baholarda Cobaltlarimiz. Bu yog'inda 2023-yilda ishlab chiqarilgan, 130 ming kilometr yurgan, oppoq svetda Cobalt avtomat korobka, yumshoq balon, Malibu bar, Malibu rol, hamma narsasi bor. Mashinamizda 128 million so'm aytib kelishib ham beramiz avtomat korobka. Keyin mexanik korobka Cobaltimiz ham bor. 2014-yilda ishlab chiqarilgan, ikkinchi pozitsiya. Mashinamiz bir qator asujit kraska bo'lgan, narxi 65 million so'm. Balonlari yaxshi, metan gazlari bor, yurgan kilometri 425 ming kilometr yurgan. Keyin navbatdagi mashinamiz avtomat korobka 2024-yilda ishlab chiqarilgan, narxini 139 million so'm deymiz. Tonirovka ruxsati, chexoli, poliga, hamma narsa original qimmatlar qo'yilib turibdi. Yumshoq balon, metan, hamma narsasi bor. Avtomat korobka 2024, bir tomchi kraskasi yo'q. 139 million so'm baho aytib kelishib beramiz. Keyin zo'r mashinalarimiz bor. Oxirigacha ko'rsangizlar videoni bir chetdan ketib o'tirman. Orasida shu darajada arzon mashinalarimiz bor. Liboy bilan solishtirib ko'raverasizlar. Keyin 2020-yilning tiniq avtomat korobkasi, bir tomchi kraska yo'q. Kilometri 144 ming kilometr yurgan, Magicar, yumshoq balon, pokoleniya gaz, hamma narsasi qo'yilgan, shu daraja akkuratli, bir qo'l mashina minilgan, bir tomchi kraska yo'q. Bamperlarnicha o'zining rodnoy holatida turibdi. Liboy ustiga apart peshkatirib kilometrni kraskasini ko'rsatib turasizlar. Narxini keladigan bo'lsak, narxi 109 million so'm. Keyingi mashinamiz 2023-yilda ishlab chiqarilgan, atiga 29 ming kilometr yurgan, yumshoq balon, metan, hamma narsa rasxod qilingan, narxi 134 million so'm. Mashin masla bo'lib turibdi, paket mashinday. Kraskasi borlarni kraskasi bor deb aytib o'tib ketamiz. Kraskasi yo'qlarni bor ham deymiz, yo'q ham deymiz, ketaveramiz. Xudo xolasa, mexanik korobkani 2024-yilda ishlab chiqarilgan Darkman Blue 167 ming kilometr yurgan, metan gazlari bor, yumshoq balonlari bor, chexol poliga hamma narsasi bor, ikki detaldan kraskasi bor, ikki detaldan ham to'liq bo'yalmagan, petno qilib bo'yalgan. Narxini keladigan bo'lsak, 124 million so'm mexanik korobka, tiniq mashin. Kantachka, beri kantachka. Bemalol kelaverasizlar. Ana nishitdi. Soldi zindan kelib. Ziyon yo'q. Qani, bu yoqdan ketamiz. Endi o'ndan narsalar ham bo'lib turadi. Keyin 2023-yilda ishlab chiqarilgan 119 million so'mga avtomat korobka. Avtomat korobka 2023-yilda ishlab chiqarilgan, yumshoq balonlar, hamma narsa oddiy diskga qo'yilgan, lekin yumshoq balon maslasi qo'yilgan. Yurgan kilometri 94 ming kilometr yurib turibdi. 119 million so'mga chotki baho. Keyingi mashinamiz 2024-yilda ishlab chiqarilgan Darkman Blue mashin. Mashinaga gap bo'lishi mumkin emas. 100% rodnoy, 111 ming kilometr yurgan. Narxini keladigan bo'lsak, 133 million so'm bahasi. 133 million so'm. Bemalol kelib ko'rsangizlar bo'ladi. Keyingi mashinamiz 2018-yilda ishlab chiqarilgan eksport variant 85 million so'mga Cobalt mashinamiz. Avtomat, arqa ruchka, elde knopka, 4 balon masla, mashinamizning 2 detalda kraskasi bor. Buni xudo xolasa kelsangizlar bir yashik kilitni bunaqa beraveramiz. Keyingi mashinalarimiz Damaslarimiz. Damaslar ham zo'r baholarda 60 million so'mga 2021-yilda ishlab chiqarilgan, 100% rodnoy, metan, hamma narsasi bor. Keyingi mashinalarimiz 2025-yilda ishlab chiqarilgan kuzov, 2024-yilning oxirida chiqqan texpasport. Mashinamizning bahosi 80 million so'm. 40 ming kilometr yurgan, metan, balon, hamma narsasi bor. Damaslardan ko'p, bemalol kelsangizlar bo'ladi. Ishqilib 2024
80 milyon atrofida bayarini beramiz 2024. 75 milyon so'mga ham 2024-yillari bor. 2023-yilda ishlab chiqarilgan 69 milyon so'm polniy shumka, bir tomchi kraska yo'q. Bemalol kelib ko'rsangizlar bo'ladi. Keyin 2024-yilda ishlab chiqarilgan 31 ming kilometr yurgan 100% rodnoy obrisovka eris qo'yilgan shumka, yumshoq balon, metan hamma narsasi bor. Narxini keladigan bo'lsak 75 million so'm. Zo'r baho. Bemalol buni ham kelib ko'rsangizlar bo'ladi. Keyin 23-yilda ishlab chiqarilgan kutganingizga arziydi bahosi 66 million so'm. 23 18 ming kilometr yurgan yili. 18 ming. Yumshoq balon hamma narsasi bor. Bemalol xudo xolasa kelib ko'rsangizlar bo'ladi. Avtorialdan xudo xolasa bizga podpiska qilib, obuna bo'lib qo'ysangizlar, zo'r mashinalarimiz bor. Xudo xolasa bu yoqda Sparklarimiz ham bor. Sparklardan hozir xudo xolasa ko'rsatamiz. Sparklarimiz 2014-yilda ishlab chiqarilgan GCV svet, o'ng yog'i polniy kraska, bir yoq chizilgan polniy kraska, o'ng yog'ini urilgan. Narxi 49 million so'm, 212 ming kilometr yurgan, birinchi pozitsiya metan gazlar bor, yumshoq balonlar bor. Keyin 2014-yilda ishlab chiqarilgan tiniq 120 ming kilometr halol probeg yurgani bor. Bu 57 million so'm, 100% rodnoy, orqaning ikki krenni azg'ayini kraska tushgani bor. Metallari, yumshoq balonlar hamma narsalar mashinada akkuratni. 2020-yilda ishlab chiqarilgan Sparkning yaxshi variantda, yaxshi bir qo'l minilgan 60 ming kilometr yurgan 85 aytib kelishib beramiz xudo xolasa. Budan mexanik korobka, rodnoy 100% metan chexol hamma narsalar bor. Keyin 2020-yilda ishlab chiqarilgan Nexus-imizni 100 million so'm, 99 million so'mga beramiz. Avtomat korobka, benzinda 70 ming kilometr yurgan polniy shumka hamma narsalari bor. Keyin trekker mashinamiz. Trekker mashinamiz 2023-yilda ishlab chiqarilgan, 2024-yilda ishlab chiqarilgan LS metan gazlar qo'yilgan tayyor narsa 77 million so'm bahosi. Cobaltning bahosi bilan почти barabar. Cobalt 165 millionga salondan olasizlar, nomer qo'yasizlar, metan qo'yasizlar, 174 ketadi. Keyin 149 million so'mga Midnight oppoq svetda paket narsa 149 million so'mga metan qo'yilgan, birinchi nomer qo'yilgan, o'zi salon bahosi buning 155 million so'm. Nomer olasizlar, metan qo'yasizlar 165, 170 ga tushadi. Biz yerda 149 million so'mga realniy bir tomchi kraska yo'q, paket maslar, birinchi nomerlar, metallar hamma narsalari bor. Keyin orqa qatorda mashinalarni ko'rsatamiz, kelsangizlar. Podvollarimizda da mashinalarimiz bor. Endi qo'ldan kelgancha sirtda oladi ko'rsatamiz. Xudo xolasa zo'r bahoda 2023-yilda ishlab chiqarilgan mexanik korobka 54 ming kilometr yurgan 123 million so'm baho aytamiz, kelishib beramiz. 2023 Gentra mexanikning oxirgi chiqqanlari 100% rodnoy mashina, bir tomchi kraska yo'q. Cobaltning bir detalida kraska bor, 2014-yilda ishlab chiqarilgan, birinchi pozitsiya, yurgan kilometr 240 ming kilometr yurgan. Narxini 4 balon toza, narxini 75 million so'm deb kelishib beramiz. Mokra asfalt, mexanik. Keyin 2010-yilda ishlab chiqarilgan 145 ming kilometr yurgan 35 million so'm aytamiz. 2010 Pol Lux Donus oppoq svetda bir qator kraska so'yilgan mashinamizga. Keyin Nexia 1imiz 2003-yilda ishlab chiqarilgan 1.5 Donus bir qator asfalt bo'lgan kraskalari, metallari, balonlari hamma narsalari bor. Narxi 27 million so'm. Aytdiki 27 million so'm. Sonus tramblyorda sevuvchilar bo'ladigan bo'lsa, Sonus tramblyor boshqacha bo'ladi baribir. Qora buferda 600 nomerlarda Tashkentskiy nomer. 1.5 buferlarda chaqa-chuqalari, bir ikki yerlarda ishlari bor. 301 ming kilometr yurgan, metallari bor, mexanik korobka, Nexia bari mexanik bo'ladi-da. Yumshoq balonlar, narxi 23 million so'm. Mana, chotki baho. Keyin Nexia 3 mashinalarimiz bor. 2020-yilda ishlab chiqarilgan 115 ming kilometr yurgan 90 million so'm bahosi, 100% rodnoy, bemalol kelib ko'rsangizlar bo'ladi. 2019-yilda ham zo'r mashina bor, 120 ming kilometr yurgan, narxi 82 million so'm. 100% rodnoy, yumshoq balon, metan, mijikar hamma narsalari bor mashinalarimizda. Xudo xolasa shu yerda telefon nomerlarini yozib qoldiramiz. Shu telefon nomerda Telegram kanal bor. Agar sizlar Telegram kanalga sizlarni qaysidir mashina qiziqtirgan bo'lsa, yozsangizlar, men sizlarga barining to'liq videosini, har birini ichi, sirti, motor hamma yerini tushirib, sizlarga imini shu mashinani sizlarga ta'riflab beraman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizga obuna bo'lib, xudo xolasa podpiskani bosib qo'ysangizlar, layklarni bosib tursangizlar, zo'r mashinalar, zo'r videolar qilamiz.